Assalomu alaykum. Alhamdulillah. Tekshiruvlardan o'tib oldik. Madinadagi aeroportdamiz. Hozir soat taxminan tonggi 3. 35 da inshaalloh samolyotimiz uchadi. O'shangacha biz hozir kutishlardamiz. Aeroport juda ham chiroyli. Mana bizning joyimiz, turgan joyimiz. Kutish zalimiz. 112-joy. Aeroport ichida lekin narsalar qimmat bo'ladi deydi, shuning uchun ham iloji boricha olmaslikka harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Duo qilib turinglar, inshaalloh O'zbekistonga yetib olamiz. Assalomu alaykum.